Akalar tushunmisizlar, charchamayapsizlar. Xudo xolasa ertalabda ishlab boshlab oldik. Haftani dushanba kuni amakamiz o'zimiz Qo'qondan kelishdi. Rullari juda ham og'ir ekan, balonlar yegan holatda ekan. Cho'tka qilib, rullarni yengil qilib, chiroyli qilib beramiz. Bungacha bittadan like bosib turinglar, zo'r narsa ko'rsatamiz. Ketdi. Akalar mashina tayyor bo'ldi. Koreyaskiy chashka qo'yib berdik, pachenilik. Mayatga qo'yib berdik. Salonlarga rul pachenilar qo'yib, zo'rlab berdik. Razvallarigacha ideal qilib berdik. Ammo akamiz bitta yurib ko'rib, baho berishadi, birgalikda ko'ramiz. Ketdi. Ammo akamiz yurib kelishdi. Hozir o'zlaridan so'raymiz, batafsil. Ammo aka mashina qalay bo'libdi? Вообще zo'r, mazza qildim. Tanijoningiz sog' bo'lsin, ishlayingiz oldiga yursin. Rahmat. Yumshoq bo'lib qolibdi rolim. Gidravlika bo'libdi, gidravlika. Rahmat aka, sog' bo'ling. Agar shunaqangi videolar, shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida, nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin.